Assalomu alaykum, ahli musulmonlar, dindoshlar. Sizlarni yaqinlashib kelayotgan ulug' ayyom Ramazon hayiti bilan qizg'in qutlayman. Oylar sultoni Ramazon hayiti elimizga, yurtimizga avvalo tinchlik ne'matini olib kelsin. Farovonlik, qut baraka, baxt saodat olib kelsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Ey saxovatli, zahmatkash, mehnatkash xalqim. Ey mag'rur, oriyati kuchli, irodasi kuchli xalqim. Ko'nglingizdagi mehr, muhabbat, mehr oqibat hech qachon insoniylik ayrilmasin ko'nglingizdan. Bugun Xudo xohlasa Allohning ulug' ne'mati Qur'oni Karim. Bu kechada Allohning ulug' ne'mati ulug' kitobi Qur'oni Karim nozil qilingan. Osmon qopqoqlari lang ochilgan, farishtalar yerga tushib keladi. İnsonlarning bir yillik ishlarini rejalar tuzib, hisob kitob qilishadi. Bu kunda kunduz quyosh nursiz bo'lib chiqadi. Tunlar yulduzlar uchmaydi. Tun osoyishta, sokin va tarovatli bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ro'za oyining so'nggi 10 kunligida Qadr kechasini aqtaringlar deb buyurdi. Bu ulug' kun 1000 oylik, 83 yillik toat ibodatdan afzaldir. Qadr kechasi duosi shudir: Allohumma innaka afu tuhibbil afwa fa'fu inni. Tarjimasi: ey Allohim, sen af qiluvchisan, af qilishni sevasan, meni af qilgin. Barchamizni moh Ramazon tutgan ro'zamizni Allohim ulug' ajr mukofotlar bilan siylasin. Ilohim, albatta bu Qadr kechasida g'ofil bo'lib qolmang. Vallohu alam. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum kanalimning muxlislari, Shariat olomidan kanalimning muxlislari, ishtirokchilari, YouTube qatnashchilari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar mufti Shayx Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Marhamatingiz bilan. Izoh: bir o'simlik Alloh o'likdan tirikni chiqarur, tirikdan o'likni chiqarur. O'lik yer ham xuddi shunday. Bahorda yomg'ir yoqib u tiriladi va kuzda o'simliklar xazon bo'ladi. Qiyomatda ham bandalar xuddi shunday tiriladi. Izoh: bir o'simlik quriydi, tuxumidan boshqasi unib chiqadi. Inson ham xuddi shunday. Kimdir o'ladi, kimdir tug'iladi. Hamma narsa Alloh izn irodasi bilan bo'ladi. Rum surasi 19-oyat. Alloh qudrati ilohiysiga dalolat oyat ne'matlaridan yana biri odam otani Alloh tuproqdan yaratgan va basharga aylantirib yer yuziga tarqatgan. Izoh: yer yuziga bashar tarqalishi Allohning bor birligiga yorqin dalildir. İnsonni Alloh tuproqdan yaratgan. İnsonni Alloh tuproqdan yaratgan. İnsonning asli jonsiz tuproqdir. Jon berdi unga, hayot berdi, aql farosat berdi, vujud berdi. Bironta odam hatto bir odamzodning bir tirnog'ini ham yarata olmaydi-ku. Bu ochiq haqiqat emasmi? Alloh qudratli, qodir zot. Ochiq, oydin dalil oyatlar belgisi bu. Rum surasi 20-oyat. Yana oyat belgilaridan biri hamdan bo'ladigan juftlar yaratdi va o'rtasida oliy tuyg'u mehr muhabbatni yaratdi. Izoh: Alloh xotinning o'rtasiga sokin, orom, tinchlik, sevgi, mehr soldi. Agar shular bo'lmaganda ular birga yashamasdi. Dunyoni obod etib yaratgan ulug' zot qudratli va yagona buyukdir. Buyuk Allohdir. Aql ishlatuvchilar qavmi uchun bu oyat albatta yaxshi belgidir. Rum surasi 21-oyat. Ijodiy sahifa. Hazrati Umar radhiyallohu anhudan
haqida. Hazrat Umar radıyallahu anhu bir cuma kuni uylarida ushlanib qoldilar. Masjid ahli u kishini rosa kutib o'tirdilar. Nihoyatda eshikda Hazrat Umar ko'rindi va minbar tomon yo'naldi. Kuttirib qo'yganim uchun uzr dedi. Yengimdagi bisotimni, libosimni yuvgan edim, qurishi qiyin bo'ldi dedi. Kechikkanim sabab shu dedi. Mo'minlar Amerika boshqa kiyim kiysangiz bo'lmasmidi deyuvchi bo'lmadi mo'minlardan. Chunki Hazrat Umarning boshqa kiyimi yo'qligini hamma bilardi. Muborak oyatlar, muborak o'gitlar. Ajdaho bilan urushgan kishi polvon emas. Pahlavon shuldirki, g'olib kelsa o'z nafsidan. Bir-biringizni yomon ko'rmangiz. Bir-biringizga hasad qilmangiz va bir-biringizga birodar bo'lingiz. Birodarligingizni unutmang. Dunyo sho'r suvga o'xshaydi. Qancha ko'p ichsang, shuncha chanqaysan. Sizlarning eng yaxshingiz qarzni vaqtida uzganingizdir. Yaxshi qo'shni aziyat yetkazmaydi. Balki aziyatga sabr qiladi. Bemor dardi kechasi zo'rayadi. Nervus vagus adashuvchi nervlar sabablimi? Kecha uzun, oy o'tmas, dardmanning tongi o'tmas. Sening joningga xush yoqqan o'zganing diliga nashtar qotildir. Sening joningga xush yoqqan kulgi o'zganing joniga nashtar qotildir. Inson xulq-atvori salomatligi uzoq umr ko'rishi uchun uning tuyg'ulari, tashvishlariga, hayajonlariga bog'liqdir. Sevgi, quvonch, do'stlik, kulgu, tabassum hamroh bo'lsa, u odamni kuchli qiladi, umri uzayadi. Qahr, g'azab, hasad, vahima inson umrini g'amga to'ldiradi va umriga ta'sir qiladi. G'amlarga ta'sir qiladi. Robbim meni kechir va tavbalarimni qabul qilgin. Sen mehribonsan va tavbalarni qabul qiluvchi zotsan. Nuh bir kuni Xudoga qildi iltijo. Ne qilsam g'amlarim bo'ladi ado. Vahiy keldi qodir Allohdan, o'zim ye g'amlardan bo'lasan judo. Ilm bir daraxt bo'lib, odob uning mevasidir. Odobsiz daraxt mevasizdir. Odobsiz olim mevasiz daraxtdir. Odob yomon so'zdan, yomon ishdan o'zingni tiyishing. O'zganing izzatini saqlashingdir. Gunoh ish qilganda xafa bo'lsang, demak sen haqiqiy mo'minsan. Haddan ortiq lovullagan sham kuydiruvchi mumkin xonmoningni ham. Sen yaxshi bo'lsang, zamon ham yaxshi. Sen ayanchli bo'lsang, zamon ham ayanchlidir. Dono suhbatidan sira qochmagil. Ta'sirin o'tkazar senga hatto u til. Donolikning belgisi. Odamlarga hurmat ko'zi bilan qarash, rahm ko'zi bilan boqmoq. Kim birov dilini sitamga to'ldirsa, o'z dilining o'z vujudini yarador qilibdi. Uyal ey kekkaygan g'urur lofingdan, shular chiqmay somon sasir gapingdan. Onangdan bosh tovlama o'g'lon. Ortmasin dardi. Sharaf toji erir onalar oyog'ini gardi. Har kim uch narsani sevsa, shayton unga do'stdir. Uni yo'ldan uradi. Yaxshi yemoq, yaxshi kiymoq va ayollar bilan bazm jamshid qilmoq. Allohga tavba qilish. Allohga tavba qiling. Men har kuni 100 marta tavba qilaman. Inshaalloh. Imom Buxoriy. Ovqat yeyish yashash uchundir,
Yashash esa yeyish va o'z-o'zini g'aflatga solish uchun emasdir. Suvga bo'lgan tashnalikdan pul molga bo'lgan tashnalik dahshatlidir. Keksa odam yoshlik o'tida yonolmaydi. Odobni mahkam tut. U qulni podshohlar majlisida o'tirishga ham olib keladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, birortangiz duo qilsangiz, Allohim xohlasang ber demang. Alloh buning uchun sizni yomon ko'rmaydi. Kim jahl g'azabini qaytarsa, Alloh unga bo'lgan azobini qaytaradi. Azizlarim, shu bilan bugungi eshittirishimiz tugadi. Sizlarga bayramlarni yaxshi o'tkazishingizga, bugun qadr kechasini yaxshi o'tkazishingizga omad tilayman. Hamisha baxt, saodat, shodlik sizdan ayrilmasin. Omon bo'lingizlar. Sog' salomat bo'lingizlar.